Assalomu alaykum hurmatli quroldoshlar, kuzatuvchilar. Bugun Sherobod tumaniga keldik, Termiz ota ziyoratgohiga. Mana yegan bedaka mana. Yigitlar hammasi kirib ketyapti sekin. Mana yigitlar hammasi ziyoratgohda mana kiraverish ekan. Qani oling, ota bo'ling. Mana ziyoratgohning ichiga kirdik. Manzara zo'r ekan. Ancha mehnat qilingan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tezroq yura qolinglar, vaqt ketyapti. Ha, tezroq bo'laylik, tezroq. 11 bo'ldi. 17 minut o'tdi. Yo, ichkariga kiraylik. ichkariga. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Hadi bo'ting. Keling, qani boshqalar kirsin. Keling, to'g'rimizda kel. Ya Allah'ım. Oturun. Ya Allah. Otur. O'zingga shukr, o'zingga shukr. Beadad shukrlar bo'lsin mana. Allohu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين eshitgansizlar Eshitganmiz. imom Tirmizi hazratlari mana shu zot qabrlar mana shu yerda. Bu kishi buyuk hadishunos olim bo'lgan. Butun dunyo musulmonlari mana shu zotdan oladi. Imom al-Buxoriy duomizning bu kishi shogirdlari bo'lgan. Imom al-Buxoriy bilan birga yashagan. Ikkovlari arab mamlakatlariga borib
Arab mamlakatlarida Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak so'zlari, hadislar, o'shalarni yig'ib, to'plab kitob qilgan zotlarning eng ulug'lari mana shu zotlar. Butun dunyodagi musulmonlar Imom al-Buxoriy bilan mana shu Imom Tirmiziga taniladi. Bu kishi O'zbekistonda Imom al-Buxoriydan keyin ikkinchi o'rinda turadigan kishi. Imom at-Tirmiziy. Imom al-Buxoriy bilan Imom Tirmiziylar arab mamlakatlarida hadis to'plab ilm olib yurgan paytlarida, mana shunday birga yurgan paytlarida bu zotning ilmlarini ko'rgan Imom al-Buxoriy hazratlari ham kamtarlik bilan shogirdlari bo'lsa-da Imom Tirmiziy ilmlarini maqtaydi, tan beradi. Ya'ni aytadiki, Imom Buxoriy bobomiz bu zotga qaratib, ey Abu Iso Imom Tirmiziy, sen mening ilmdan bahra topganingdan ko'ra, men sening ilmingdan o'zimga ko'proq bahra oldim deydi. Ya'ni Imom al-Buxoriy zot Imom dunyo bo'lgan zot shogirdlari Imom Tirmiziyning ilmlarini shuni maqtaydi. 869-yil Imom al-Buxoriy Imom Tirmiziy birgalikda ikkovlari vatanlariga qaytdilar. 870-yilga kelib Imom Buxoriy hazratlari Samarqandga bordilar. Vafot etgandan keyin bu zot umrlarining oxirida ko'p qattiq qayg'urib yig'lab Imom Tirmiziy hazratlarining ko'zlari ko'rmadilar. Ko'zlari ozib qoldi. Ulug'lar aytadiki, Imom Buxoriydan keyin ilmda, taqvoda, xotirada Imom Tirmiziy hazratlari birinchi o'ringa chiqdi. 892-yil 68 yoshlarida mana shu yerda kelib vafot qildilar. Mana shu ulug' tarixshunos olim. O'zbekistonda Imom al-Buxoriydan keyin ikkinchi o'rinda turadigan kishi. Imom at-Tirmiziy. Hakim Hakim at-Tirmiziy, to'g'risi mana. Bu kishi alohida boshqa bir kishi. Bu kishi Hakim at-Tirmiziy deb ataladi. Hakim. Bu kishi Imom at-Tirmiziy, Tirmizdagi Hakim at-Tirmiziy. Ikkovlar ikkita ulug' katta olim avliyo kishilar. Hakim at-Tirmiziy bilan bu kishini biz viloyatimizda Abu Qayyim deb qo'yadi. Abu Qayyim bo'ladi. Boshqa kishilar. Imom Tirmiziy hazratlari boshqa bir kishi, Hakim at-Tirmiziy boshqa bir kishi. Tirmizdagi Hakim at-Tirmiziy juda ulug' bo'lgan, katta olim avliyo bo'lgan, ham tariqatchi olim bo'lgan kishi, ham tibbiyotdan olim bo'lgan.